Dongjuo'ninki padişahni taxtdan tushirish plani. Yaxshimisizlar do'stlar? Unda qolsa biz 3 padişahlikni yana boshlab ketdik. Bugun so'zlaydigan mazmunimiz nima degan vaqtda Dongjuo'ninki padişah Liu Bianni taxtdan tushirish plani. Endi oldingi qismda biz so'zlagandik, Dongjuo padişahni himoya qilib o'rniga akirdi. Akirib bo'lgandan keyin endi bu Dongjuo hamma yaxshi ishga erishdi. Masalan, bu hech qanday ish qilmay turiblar hech qanday bir jafo tatmaylam töhpiga ega bo'ldida padishahni qutqizgan töhpiga. Shuning bilan buningki yomon niyati asta-asta oshkorlanishga boshlaydi. Ya'ni niyati buziladi. Chunki xijin yo'q bu yerda. Uning qarshi chiqadigan. O'n ag'vat yo'q. Buningga taqobil turg'idek yoki kuchi buning bilan teng odam qolmadi-da. Shuning bilan bu asta-asta hamda Shilian qaytqicha o'rnida to'yavamam deyman. Mənim bir çoğ huquqlar bo'lib baqay deydigan yerga keldi. Shuning bilan kallasiga bir aql keldi. Ya'ni qanday aql degan vaqtda padişah Liu Bianni taxtdan tushirib, uning ukasi bo'lgan Liu Xiani padişah qilib tayinlash. Endi buni u nim deydi degan vaqtda, ya'ni Liu Bianninki yuragi bek kichikkan. Bir ishlarga bevosita qaror chiqarolmaydi ekan. Ammo Liu Xi kichik bo'lgan bilan bek yuraklik, aqlli ekan. Şuna almashtirsak bo'ldi ekan degan bir bahanani, ya'ni bir sababni topadi. Amaliyotda Dongjuo'ninki haqiqiy maqsad nima degan vaqtda o'zininki huquqini kuchaytirish. Ham Dongjuo'ninki Liu Bianni taxtdan tushirib, Liu Xiani uning o'rnidan chiqarishdagi maqsadi mundaq bir nechta. Ya'ni buning birinchisi nima degan vaqtda o'zininki shunday cho'ng qarorlarni chiqara oladiganligi. Yani alemşimul, bütün xalq bilgidek, bütün xalq qo'rqidek, ürkügidek aşında bir xabarlarni yoki ishlarni qila oladiganligini boshqalarga ko'rsatib qo'yish. Nihoyat cho'ng ishda bu podshohni almashtirishdi. Ikkinchisi bo'lsa, Xijinninki, ya'ni Xijin jamiyatninki kuchini ajizlashtirish. Chunki Xijin o'lgan bilan Xil xonish bor. Uningdan boshqa uning urug' tuqqanlari bor. Demak, ular ya'ni asldagi o'rinlarda huquq bada. Padişah bir gün turdigan ularning huquqi bag'ansir cho'ngishi. Shundan foydalanib o'ziga tahdid silish mumkin-da. Shunga padişahni almashtirib etsa, demak ularning huquqi biroqla tugishidi yoki tuvallab ishlatilgan. Uchinchi sabab bo'lsa, padişah Liu Xi, ya'ni keyin padişah bo'ladigan Liu Xi'ninki beqilgan onasining ismi Dong Xanish. Biz bunu oldingi filmda so'zlagandik. Demak, Dong Xanish, Dongjuo bular bevosita urug' tuqqanchilik munosabatda bo'lmasimi, ammo bir familiyada bular. Bir familiyalik, ya'ni bir yiltizi bir degan gap. Shunga Dongjuo shuni o'ylab turib, Dong Xanishninki beqib olgan bo'lsa bo'lsa, albatta bizning jamiyat kitobi. Buni biz podshoh qilsak, demak hamma narsa bizning huquqimizda bo'ldi, bizning jamiyatimizdan chiqqan bo'ladi deb o'ylaydi. To'rtinchisi eng muhimi. To'rtinchisida nima deb o'ylaydi degan vaqtda Liu Xi 10 yoshga to'shib qolgan. Ammo Liu Bian 15 yoshga to'shib qolgan. Endi podshohlarningki, mush o'rninki qoidasi bo'yicha bo'lgan vaqtda podshoh 16 yosh, 15 yosh vaqtda taxtga haqiqiy o'ttosi bo'ladi. Ya'ni o'zi huquq chiqara oladigan bo'z bo'ladi. Demak, Dongjuo 15 yoshga kirgan Liu Bianni vaqtida almashtirib etmasa, vazirlarningki kuch ko'ritishi bilan yoki ularning kuch qo'shishi bilan balkim podshoh haqiqiy huquq chiqara oladigan, ya'ni farmon tushira oladigan holatdagi taxtga o'tira olish mumkin-da. Bunday bo'lib qolsa, yana Dongjuo'ning kuchi ojizlab ketadi. Liu Xi 10 yoshga to'shmaydi. Uni podshoh qilib qo'ysa, demak, oz deganda yana 5-6 yil bu Dongjuo podshohni yetaklab, o'zining diginini qilib, o'zining qig'inini qilib, hamma narsani boshqarib ketalaydi degan. Shunga Dongjuo shu 4 sababni o'ylashib turib, Liu Bian bilan Liu Xiani almashtirib etmoqchi. Ya'ni Liu Bianni taxtdan tushirib, Liu Xiani uning o'rniga podshoh qilmoqchi bo'ldi. Endi bu planlarni tuzib bo'lgandan keyin bu endi bu xabarni cho'qim ko'pchilikka deyish kerak. Chunki o'zi yurib qoplam qilolmaydi buni. Shuning bilan bu qanday qildi degan vaqtda hamma shu amaldorlarni, undan keyin shu cho'ng shu o'rninki huquqdorlarini mehmonga chaqirdi.
Chaqirgandan keyin hamma amaldorlar keladi. Ham shuning masalatda boshqa yerlardan kelgan aymoq beklarim keladi. Ya'ni shu Dongzhouga o'xshash aymoq beklar. Ayni vaqtda chunki shu Xijin ma'lumot yo'lga vaqtda, ya'ni yushirin ma'lumot yo'lga vaqtda faqat Dongzhouga yo'llanmagan. Nurg'un aymoq beklarga yo'llaganda, ammo ba'zilari kelgan, ba'zilari kech kelib kelganda, buning ichidagi xili muhim deydigan shaxsdan birisi bor, ya'ni Ding Yuan. Hamda bu Dongzhouning keyindan kechikib kelib qoldi. Kechikib kelgandan keyin qarasa, Dongzhou hamma narsaga ega bo'lib qolgan. Shuning bilan bu hamda dasturxon silib Ding Yuan, Sao Yuansha degandek barliq vazirlarni shu ziyofatga taklif qildi. Ziyofatda hamda Dongzhou aroq ichib, ancha-muncha paranglan qilib, ziyofatning qoq o'tirib kelgan vaqtda nima deydi desa, boya o'ylashgan planini bu shu ko'pchilikka jakarlaydi. Ya'ni podshoh Liu Bian bak ojizkan, kallasi bak ishlamaydi ekan, uning ustiga yuragi bak kichikkan. Liu Shi shundoq chechan, aqlli, jonliq ekan. Ikkisini almashtirayli degandan keyin shuning bilan bu yerdagi vazirlarning shunda achchiq keldi. Nimishqa? Bu podshohni almashtirish degan ajoyib cho'ng bir ish. Uning ustiga bu sabab hech qanday bir chek bosmaydigan sababda. Onlar işçi şunda açık geldim. Sen o Irak yerden kelib, dahi kelmayla, bu yerde dahi tüzük joylashmayla, yani ahvalını hiç qanday o'qimay turib, o'zidan podshohni almashtiramiz otam sen deb ishchida shunda bir aram bo'ladi, ammo hech qanday ifodalayolmaydi. Ammo bu yerda Ding Yuan yugurib qo'pib, shuning bilan bu Dongzhou'ni haqoratlaydi. Sen kimsan? Sen nimanga podshohni almashtiramiz deysan? Bu podshohni almashtirish shunday kichik ishmi? Sening shunchalik huquqing bormi? Sen Shilian qo'shonining aymoq begi bo'lsang, menmi Bingzhou'ninki aymoq begi. Bingzhou degan hozirgi Shanshininki bir nais. Sen nimishqa bunda podshohni almashtiramiz deysan? Sening zodi nim maqsading bor deb baqirgandan keyin shundan Dongzhouga ko'chib ketdi. Chunki bu Dongzhou ham bunda bo'lishini o'ylamagan. Hammaylar ha deb anglab qolarmikin deb o'ylaganda, shuning bilan Dongzhou yonidagi qilishni vosh chiqiriblar hammasiga tanglaydi. Qaysin qarish chiqsa, shuni bugun o'ltirma, kallani olma deb qilishni tanglaydi. Endi bu Dongzhou'mu o'ziga oid ishindi. Chunki biz Dongzhou'ning so'ziga vaqt dedik, bu chavandozlik, ot minish deganlar bak usta deb. Haqiqatan bumu mush palvonlarning ichida sanoqli desak bo'ladi. Liu Bu Guanyu deganlardek palvon bo'lamizmi? Lekin haqiqatan buningki nihoyat qovul, kuchlik, haqiqiy bir palvon ekanligini bilamizda. Shu o'ziga ishindi birisi. Yana birisi qo'shoniga, huquqiga ishonganda. Ashunda deb qilishni surib chiqqan vaqtida, shuni bilan Ding Yuanning keyindan yo'g'on, bestik, ajoyib yo'g'on birisi Ding Yuanning oldiga o'tiblar, qilichini chiqardi. Hamda bu kishi kim degan vaqtda dal Ding Yuanning qo'l ostida. Shu vaqtda Ding Yuanning qo'l ostida ishlayotgan Liu Bu, ya'ni uch podshohlikdagi hammalar e'tirof qiladigan birinchi palvon Liu Bu o'tirib chiqdi. O'tirib chiqiblar qilishni sug'urib, hamda Dongzhou bilan tutishmoqchi bo'ldi. Dal shu vaqtda Liu, ya'ni Dongzhou'ningki mushaviri o'tirib chiqib, bular ikkisini arib oladi. Ya'ni Dongzhou Sangun mas'ub qoldi. Hammaylar ayib ko'rmagan bo'lsanglar deb buni tortib olgandan keyin Liu Bu'mi asta qilichini joyiga tiqib Ding Yuanning keyniga ketdi. Shuning bilan bu ziyofatmi shundoq jangi jidal bilan oyoqlashidi. Bu yerdagi kelgan shu baglar, undan keyin vazirlarmi asta-asta chiqib ketdi. Shuning bilan Dongzhou'ningki podshohni almashtirish plani vaqtliq amalga oshmay qoldi. Unda bo'lsa, bugun shunchalik so'zlab turli, ham keyingi mazmunda biz nima so'zlaymiz degan vaqtda Liu Bu to'g'riliq to'xtalamiz. Unda bo'lsa do'stlar, film yaragan bo'lsa, yuraklaringlarni aymay berib qo'ysanglar, do'stlaringlarga tarqatib qo'ysanglar, inkas rayoniga gullarni, alt raqamlarni yo'llab qo'ysanglar.